Nazira gavdasiga munosib bo'lmagan chaqqonlik bilan kelib, Fotima bilan aylanib o'rgilib ko'rishdi. Uning izidan 10, 12, 13 yoshlar chamasidagi bir-biridan xushro'y qizlari qo'llaridagi patnisga tog'ni toza asalidan tortib, yong'oq, bodom, pistasigacha, olma uzumidan tortib, qaymoq, saryog'igacha olib kelib, dasturxonni to'ldirib tashlashdi. Qizlar ham Fotima bilan so'rashib, buvilari dasturxonga fotiha qilgach, qanday chaqqonlik bilan kelishgan bo'lsa, shunday ildamlik bilan tizilib izlariga qaytib ketishdi. Karomat amma Fotimaning siniqib turgan chehrasidan ko'p narsani fahmlab turgan bo'lsa ham, o'zi yorilmaguncha gapni aylantirib, hangoma qilib o'tiraverdi. Ammajon, dasturxoningizdagi barcha noz-ne'mat boshqacha mazali-ya, dedi Fotima ushatilgan nondan tishlar ekan. Bu nonning xamiriga nima qo'shgansizlar? Yegan sayin yeging keladi-ya. Karomat ammasi keliniga qarab kulimsiradi. Nongami? Avvalo mehr qo'shganmiz. Mehr. Undan keyin ozroq eritilgan saryog', qaymog'i olinmagan sut, un va masala hal. Qolaversa, Nazira yangangning qo'li gul-ku. Yodingdan chiqdimi? U oddiy suvni qaynatsa ham boshqacha ta'm kiritib yuboradi. Ichgan odam ancha vaqtgacha tamshanib yuradi. Rahmatli pochchang ham shu kelinimizning paxta yog'idan chuchutib damlagan oshi 10 ta qo'y yog'iga tayyorlangan oshdan mazaliroq deyardilar. Voy oyijon, juda unaqa maqtab yubormang. Shuncha maqtovdan keyin bitta osh damlamasam bo'lmasa kerak. Nazira qo'lini ko'ksiga qo'ygancha o'rnidan qo'zg'aldi. Kelinoyi, men sizga qarashib yuboraman. Bolam, sen qimirlama. Uzoq yo'ldan toliqib kelgansan. Hozirgina ko'rding-ku. Qiz jiyanlaring binoyi dastyor bo'lib qolganini. Fotimaxon, oyijonim to'g'ri aytayaptilar. Siz oyog'ingizni uzatib, ular bilan bemalol gaplashib o'tiring. Osh pishirishni qizlar bilan o'zimiz do'ndiramiz. Nazira supadan uzoqlashgach, Karomat amma Fotimaga sinchkov boqdi. Akamga keldim deb qo'ng'iroq qilib qo'ysang bo'lardi. Shu vaqtgacha 3 bor yetib bordimi deb so'radilar. Xavotir olmang. Taksi mahallangizga kirib kelganda ularni tinchlantirib qo'ng'iroq qilib qo'yganman. Unda yaxshi. Fotima jon bolam. Men barini eshitdim. Agar bularni boshdan bilganimda seni bu yo'ldan qaytargan, o'zingni kundosh balosiga tutib berishga astoydil qarshilik qilgan bo'lardim. Negaki sen bunchalar ezilishga, yurak bag'ring tilkalanishga munosib juvon emasding. Netay jigarimsan. Qadimgilar bekorga er bermoq, jon bermoq deyishmagan. Boshdan o'tkazganlarning gapida bu. Erini boshqa yo'l bilan bo'lishish jon taslim qilishga teng ekanligini o'z tanida his qilib ko'rganlar havasakka aytishmagani aniq bu gapni. Ammo ko'rib turibmanki, g'isht qolipdan ko'chib bo'pti. Bo'lar ish bo'lib bo'pti. Buyog'i ham sinib bo'libdi. Bu ishlar peshona taqdiringga yozilgan ekan, shu darajaga yetibdi. Hattoki o'zing ham bu ishning bosh tashabbuskori bo'libsan. Bolam, shunday ekan, bo'lish kerak bo'lgan ishlar uchun ko'nglingni tig'lab o'rtanma. Senga bitta gapni aytaman. Tanangga noxos sanchilgan bir dona tikan ham ko'pgina gunohlaring to'kilishiga va bergan azobidan bir necha marotaba ortiq mukofot hadya olish uchun kafforat bo'lar ekan. Sen chekayotgan bu azoblarning hali o'z ajri bo'ladi. Inshaalloh. Bolam, senga atalgan qaymoqning yuzi hali buzilmagan. Iloyim har bandani oxiridan suyuntirsin. Seni ham. Ammajon, so'zlaringiz bunchayam jonga malham bo'lmasa-ya, ko'nglim bekorga shu tarafga yetaklamabdi o'zi. Bu yerga kelib to'g'ri ish qilibsan. Mana meni aytdi deysan. Dardingni shu kengliklar yutib ketadi. Haytgancha, senga bir xushxabarim bor. Xushxabar? Qanaqa ammajon?
Sohib akami, ana u meni yoshligimda samalyo deb arg'imchoqda uchiradigan? Ha, xuddi o'zi. O'sha Sohibboy kecha farzand ko'rdi. 22 yilda eshityapsanmi? Sohibboy bilan Husnobod 22 yilda farzandlik bo'lishdi. Yana nima degan egizaklar, bir qiz, bir o'g'il. Ana senga umid bilan ko'tarilgan kaftlarning noumid qaytarilmasligi. Ammajon, buncha yaxshi. Bunchalar yaxshi-ya bu xabaringiz. Men Sohib akani ham, Husnobod opani ham juda ham yaxshi ko'rardim. Sohib amaki taxminan 50larga ham chiqib qolgan bo'lsalar kerak. Bu yil 47 ga to'larkan. Husnobod esa 43 ga. Sohib aka kelinoyini juda ham yaxshi ko'rardilar. Men muhabbat borligini shularga qarab anglaganman, dedi Fotima xayolga berilib. Sohib qishloqning eng oldi, eng ko'rkam yigiti edi. Husnobod tog'ning ismi jismiga monand ta'rifiga til ojiz bo'lgan qiz edi. Faqat Husnobod bezabon edi. Uning onasining aytishi bo'yicha qiziga homiladorlik vaqtida qattiq shamollagan ekan. Keyinchalik munchoq ko'zli, behad go'zal qizaloqning tilsiz tug'ilishiga homiladorlik vaqtida ichilgan kuchli dorilar sabab bo'lgan. Sohibning Husnobodni sevishga qizning bezabonligi to'sqinlik qila olmagan. Fotima esini tanib, ammasinikiga mehmonga kelganda, Husnobod 3-4 yillik kelin edi. Yillar o'tgan sari Fotima Husnobod kelinoyi eri uchun yanada sevimli ayol bo'lib boravergani, Sohibning ham davlati chek-u chegara bilmay tobora oshib-toshib borayotgani, shu bilan birga taqdir bu juftlikni birgina tirnoqdan qisayotganiga guvoh bo'la bordi. Fotima o'sha kezlari va keyin ham Sohibning atrofida yo'ldan urish niyatida turli qiz juvonlar juda ko'p o'ralashganini bilardi. Ammo Sohib uchun yashashning eng birinchi sharti Husnobod edi. Yigitning oila a'zolari avval boshdan yolg'iz o'g'illarini soqov qizga uylanishiga qarshi bo'lgandilar. Yillar o'tib, ular o'g'illari bu dunyoda o'zi uchun eng munosib juftni tanlaganini tan oldilar. Biroq ularning farzand ko'rishlariga ilhaq bo'la dunyodan o'tib ketdilar. Egizak dedingizmi, ammajon? Ha. Fotima va Husanjon. Nasib qilsa, beshik to'yiga seni ham olib chiqaman. Chiroyli niyatlaringni qilib olasan. Fotima ammasining so'zlariga indamadi. Uning yodiga Kamron akasi va taxmina tushib, ko'ngli yana buzila boshlagandi. Kechki ovqatdan so'ng oila a'zolari bilan alla pallagacha suhbatlashib o'tirishgach, Fotima ammasining yonida tunaydigan bo'ldi. Ichkarida ammasi pish-pish uxlab qolguncha, u ham o'zini pinakka ketgancha solib yotdi. Karomat ammaning qattiq uxlab qolganiga ko'zi yetgan Fotima sekin o'rnidan turdi. Ovoz chiqarmay asta hovliga chiqdi. Hovli sokin, atrof suv quygandek jimjit. Faqat tog'ning erka shabbodasi ahyon-ahyonda azim yong'oq barglarini qiqirlatib chapak chalishga majburlab qitiqlaydi. Yangi to'lgan oy esa Fotimaga sen uchun qo'limdan kelgani shu degani kabi atrofga sutdek oydinlik tushib turibdi. Fotima qaytib supaga borib o'tirdi. Tog'ning salqin havosidan o'pkalarini to'ldirib simirdi. Go'yoki shu yo'l bilan yuragidagi hovur zahrini kesmoqchi bo'ldi. U tizzalarini quchoqlab, g'ujanak bo'lib o'tirib oldi. Fotima xayolan o'ziga o'zi gapira boshladi. Kamron aka, siz shu topda u bilan bu narsani o'ylashning o'zi dahshat. Qandoq chidayman endi? Shu bugungacha meniki edingiz, endi esa biz ikkimizniki. Ayni damda esa uniki. Uniki o'z qo'lim bilan o'zgaga topshirdim. Dunyoda o'zini cho'qqa otgan mendek yana birorta baxtqaro ayol bormikan? Balki sabr qilganim yaxshimidi? Ana Sohib akalar shuncha yil sabr qilishibdi-yu, men nimalar qilib qo'ydim? Men notavon, nimalar? Fotimaning ichidan nimadir uzilib tushdi. O'sha nimadir butun borlig'ini qaytadan kuydirishga tushdi. Fotima rashk, alam,
iztirob iskanjasida o'rtanib yig'lay boshladi. Kamron kvartiraga qaytganda soat millari tungi 2:30 ni ko'rsatayotgan edi. Kvartira eshigi qanday qoldirilgan bo'lsa shunday ochiq yotgan ekan. Kamronning yotoqxonada yolg'iz tunab qolgan taxminidan xabar olgani hafsalasi bo'lmadi. U yoz yomg'iridan shilta bo'lgan kiyimlari bilan to'g'ri vannaxonaga kirdi. Kiyimlarini yechmay turib dush qabul qildi. So'ngra xo'rligidan tanasiga yopishib ketgan kiyimlarini qiynalib yechdi-yu, taxmina bilan nikoh o'qilishdan oldin shu yerga yechib qoldirilgan yengil ust-boshini egniga ildi. Kamron mehmonxonaga yo'l oldi. U yerdagi bezatilgan stol ustida turgan mineral suvni ochib, bir ko'tarishda yarim taladi. deya o'yladi u. Fotima kiraverishdagi zinaga qo'ygan qadam tovushimdan meni uyga qaytayotganimni bilardi. Eshikni jilmayib ochar, "Yaxshi keldingizmi?" deya kutib olardi. Bir marta alishtirgan kiyimimni ikkinchi qayta kiydirmas, doimo vannaxona ilgichiga toza yuvilgan kiyimlarimni bir sidrasini ilib tayyorlab qo'ygan bo'lardi. Ulardan esa dunyodagi eng yoqimli ifor atirgul isi kelardi. Atirgul isi aslida Fotimaning isi edi. Bu bo'lsa kesib ketsa sezmaydiganlar toifasidan ekan. Farosat ham qaynab qolgan shekilli. Yo'qsa birinchi kecha tunab qolgan uyda shunchalik beg'am, betashvish uxlash mumkinmi? Kamron yotoqxonadagi uzun divan kresloga o'zini bo'y barobar tashladi. Yotgan joyida o'zini bosishga, boshqarishga harakat qilgancha o'ylarini davom ettirdi. Ha, mayli. Taxminada ham nima ayb? U ham o'zi istab kelibdimi bu yerga? Uni ham ko'ndirishning o'zi bo'lmadi-ku. Qolaversa taxmina o'z o'rnini qayerdaligini yaxshi biladi. Shu sabab men uchun jon fido qilish shartmasligini ham. Nazarimda taxmina o'zini allaqachon bola tug'ib beruvchi mini zavod deb hisoblab bo'lgan. Qani endi kutilgan kunlar tezroq kelsa-yu, men ham o'z Fotimam bilan birga bo'lsam. Fotima, hozir qayerda ekansan-a? So'zlaringda Andijonda, Jizzaxda, Toshkent viloyatida qarindoshlarimiz bor derding. Sen qaysi viloyatga ketgan ekansan? Qaysi qarindoshlaring bilan dardingni bo'lisha olishni ma'qul topdi ekansan? Abdurazzoq dadamdan qayerdaligingni so'ramadim ham. Chunki ulardan seni qayerda ekanligingni so'rash befoydaligini bilaman. Ular seni qaroringni to'g'ri deb tan olganliklari uchun ham ketishingga to'sqinlik qilmaganliklari aniq. O'zimning Fotimam. Senga onalik juda yarashsa kerak-a. Sen bola quchganingda atrof nurga to'lib ketsa kerak. Qani endi o'sha kunlar tezroq kelsa. Yorug' kunlarga yetishish zahmatidan tezroq forig' bo'lsam. Mashoyixlarning biri duo qilish bir ibodat bo'lsa, uning ijobatini kutib yashash yana bitta ibodatdir deb topib aytgan ekan. Men ham ikkimizning so'raganlarimiz ijobat bo'lishini kutib yashayman, intizor bo'lib. Shu xayollar asnosida Kamron ko'zi ilinganini sezmay qoldi. Kamron shu uxlagancha quyosh chiqib, kun yoyilganda uyg'ondi. U dastlab uyqudan uyg'onganida o'ziga nimadir kamlik qilayotganini his qildi va o'sha narsani aynan nima ekanligini fahmlay olmay ko'ngli xijil bo'ldi. Ko'p o'tmay savoliga javob topildi. Uni bugun Fotima uyg'otmabdi. Kamronning yuzlariga iliqqina suv purkamabdi. Tura qoling, bomdodingiz qazo bo'lmasin deya ogohlantirilmabdi Kamron. Kamronning bomdodi qazo bo'libdi bugun. Kamron zil bo'lib ketgan gavdasini bazir ko'tarib vannaxonaga kirdi. U yerda o'zi kecha yechib ketgan qo'l kiyimlari yechgan joyida ivirsib yotardi. Kamron kiyimlarini yig'ishtirib olib tog'oraga tashladi. So'ngra tahorat oldi, kichik mehmonxonaga o'tib
namozini qazosini o'qigan Kamron o'ng va chap tomonlariga salom berar ekan, to'satdan diliga xavotir oraladi. Taxmini uydamikin o'zi? Nima uchun qorasi ko'rinmayapti? Tinchlikmikin yoki o'zini? Kamron jon holatda yotoqxonaga otildi. Kamron yotoqxona eshigini g'ichirlatib ochganida sochlari bir yostiq bo'lib uxlab yotgan Taxmina uyqudan ko'zini ochdi. Voy, uxlab qolibman-ku. Kamron Taxminaning yuvuqsiz yuziga ortiqcha qarab o'tirgisi kelmay, iziga burilib oshxonaga yo'l oldi. Taxmina yuzini yuvib, yasan-tusan qilib oshxonaga kirib kelganda, Kamron choy damlab dasturxon tuzab bo'lgandi. Uzr, kecha biroz tobim bo'lmadi. Shunga ozroq uxlab qolibman. Hech qisi yo'q. Qalay endi? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Juda unchalik yaxshi bo'lib qolganim yo'q. Mayli, o'tib ketar. Kamron Taxminaga choy quyib uzatar ekan, xayolidan Fotimaning o'z uyida o'tkazgan ilk kechasi o'tdi. O'shanda Fotima sho'rlikning isitmasi juda baland ko'tarilib ketgandi. Ammo dori ichib, isitmasi tushar tushmas darrov xizmatga kirishib ketgandi. Taxmina esa Kamron Taxminaga bilintirmay miyig'ida kulimsiradi. Bu jonini qadrini biladi shekilli. O'zini hech xafa qilmaydigan ko'rinadi. Nonushta tugallanib dasturxonga Fotiha o'qilgach, Kamron o'rnidan qo'zg'aldi. Men ishga boray. Qachon qaytasiz? Kelishingizga nima ovqat pishirib qo'yay? Kechqurun qaytaman. Ovqat esa o'zingizga yoqqan, ko'nglingiz tusaganini pishiravering. Mayli, xo'p. Taxmina Kamronni ko'cha eshikkacha kuzatib qo'ydi. So'ng ortiga qaytar ekan, yo'lakdagi soatga qarab tipirchilab qoldi. Serialim o'tib ketay deb qolibdi-yu. Taxmina shoshilgancha mehmonxonaga kirib ketdi. Fotima kech uyquga ketgan bo'lishiga qaramay, odati bo'yicha erta uyg'ondi. Karomat ammasi azaldan qush uyqu edi. Fotima yarim tunda joyiga qaytganidan so'ng ko'zi uyquga chalinar-chalinmas ammasining g'imirlashga tushganini sezgandi. Karomat ammasi o'zlarnikiga mehmonga borganda ham ko'pincha vaqt yarim tunga bormay uyg'onib, jannatning hidi yaqinlashib qoldi deya o'zga o'zi gapirgancha tahajjud o'qishga shaylanar, so'ng ortidan ko'p-ko'p salovat aytib, o'z tili bilan aytganda bomdod kechasini intizor kutib o'tirardi. Fotima ammasi bilan bomdodni birga o'qidi. Tunda to'yib yig'lab olgandan so'ng uning ruhi ancha yengil bo'lib qoldi. Fotima ammasiga qo'shilib hovliga chiqdi. Karomat amma jiyanini o'zgacha siylamoqchi bo'ldi shekilli, gurullatib samovar qo'yib yubordi. Oyijon, ovora bo'ldingiz-da. Tandirdagi cho'g'dan tashlamoqchi edim samovarga. Fotima shu paytgacha xushbo'y non isi qo'shnining uydan kelyapti deb o'ylagan edi. Yanglishibdi. Chaqqon Nazira kelin allaqachon 2 savat nonni yopib bo'libdi. Nazira ularga yaqinlashib, qaynonasining savollariga dona-dona javob qaytardi. Mol doktori bo'lib ishlaydigan xo'jayinini erta sahardan quyi qishloqqa chaqirib ketishibdi. Komil aka deganlarning sigiri kecha tunda buzoqlabdi. Ammo oradan shuncha vaqt o'tsa ham yo'ldoshi tushmaganmish. Shundanmi yangi bo'shangan sigirning ahvoli yaxshi emasmish. Ha, odamlar o'zicha bilimdon. Jonivorni yana qiynashibdi-da. Bo'lsa bo'lmasa, bu bilimdonlar yangi bo'shangan sigirga shakar solingan suv ichirishgan. Ammajon, siz bularni qayerdan bilasiz? Axir siz sigirni ko'rganingiz yo'q-ku. Nima, men senga oydan tushibmanmi? Umrim shu tog'u toshlar orasida o'tgandan keyin qishloq fanlari professori bo'lib ketganman-da. Aslida sigir tuqqanida tuzli suv ichirish kerak. O'shanda mol jonivor tezda o'ziga keladi. Bilsang, shakar degani ikkinchi nomi oq ajal. O'sha oq ajal yangi tuqqan sigirning oshqozonidan tomirlarga tarqalib, tiqin hosil qiladi. Shundan molning mazasi qochgan. Endi jonivorning yelinidan nasosda havo yuborilsa, boyoqish o'ziga kelib qoladi. Nazira qizim, nonushtani tayyorlayvering.
Rahimboy tushgacha qaytmaydi. Nonushtadan so'ng Karomat amma kelinidan qurt qilish uchun tayyor bo'lgan suzmalarni olib kelishni buyurdi.